Guliston shahrimizda ushbu Kia Carens'ga aniq ko'zingiz tushgan, chunki akkuratniy skromniy akalarimiz oilasi uchun ushbu avtomobilni xarid qilishyapti. Nima sababdan xarid qilishyapti? Chunki avtomobilimiz oilaviy avtomobil, naq 6 o'rindiqli, atmosferniy 1.5 atmosferniy motor hisoblanadi, ya'ni metan o'rnatsangiz ham bo'ladi. Benzin rasxodiga keladigan bo'lsak, uzoq masofaga 5 litr, shahar ichiga esa 6-7 litrni tashkil etadi. Hozirgi ko'rib turganingiz 4-pozitsiyasi, ya'ni full pozitsiya bo'ladi. LED faralar, adaptiv cruise control, 360 kamera, slipay zona, yo'l chiziqlarini o'qish funksiyasi mavjud. Yomg'ir va tunnel datchiklari, lyuk kojinli o'rindiqlar elektron boshqaruvga ega, abduf abagrev bor, avto hol, elektron ruchnik, cruise control, klimat control, monitor o'ziga xos elektron tablo bilan birlashtirilgan, simsiz quvvatlagich, Bose akustika, haydash rejim o'zgarishiga tablo o'zgaradi, har bir yo'lovchi uchun alohida isitish va sovutish tizimi, orqa o'rindiqlar uchun stollik 3,5 kilogrammgacha ko'taradi, Type-C bor, podlokotnikda ventilyatsiya tizimi bor. Kalitni o'zida o't oldirishingiz va birdaniga 4 ta oynani ko'tarib tushirishingiz mumkin. 4 ta pozitsiyasidan iborat bo'ladi, ya'ni 340 milliondan 450 million so'mgacha bemalol Kia Sirdaroga tashrif buyurib avtomobilni xarid qilishingiz mumkin.